Barcha muammolaringizni hal qiladigan duo siz va mening Allohga qiladigan duolarimiz muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydigan juda ham muhim narsa bor. Barchamiz ham duolarimizda turli istak va xohishlarni keltirib o'tamiz. Bular siz va Allohning o'rtasidagi sirdir. Ammo duolarimizda Allohdan nimalardir so'rar ekanmiz, duolarimiz amalga oshishi uchun umidvor bo'la olishimiz va Alloh bu duolarni ijobat qilish uchun Allohdan o'z orzularimizni amalga oshirishni so'rashdan avval qilishimiz kerak bo'lgan bir narsa bor. Qur'onda va qayta-qayta takrorlanadi. Biz Allohdan nimadir tilar ekanmiz, undan oldin Allohdan gunohlarimizni kechirishni so'rashimiz, istig'for aytishimiz kerak. Har qanday narsani so'rashdan avval gunohlarimiz uchun kechirim so'rashni unutmasligimiz lozim. Siz va men Allohdan nimaiki so'rashimizdan qat'iy nazar avvalo bor chin dildan qilgan istig'for aytib Allohga tavba qilishimiz kerak. Odamlar tavba qilish uchun qaysi duolarni o'qishimiz lozim yoki bu duo uchun qaysi so'zlar ishlatiladi deb so'rashadi. Turli vaziyatlar uchun atalgan maxsus duolar borligidan xabardorsiz. Misol uchun ba'zi ayollar yonimga kelib yoki internetdan xabar yuborib homilador ekanligini va bu paytda qanday duo qilish kerakligini so'raydi. Yoki kimlardir men ishga kirish arafasidaman, intervyuga ketyapman, qaysi duoni o'qishim kerak deb so'raydi. Har doim maxsus bir vaziyatlar uchun maxsus duolar talab qilinadi. Men sizga aytsam, bu duolar juda ham katta ahamiyatga ega, chunki ular muqaddas va biz uchun nozil qilingan duolar. Biroq har qanday vaziyat uchun mos keladigan duo ham bormi? Bor. Bu Allohga istig'for aytishdir. Barcha muammolaringizdan qutulishingizga, barcha ishlaringizga joy-joyiga tushishga yordam beradigan duo bu Allohdan chin dildan bizni mag'firat qilishini so'rab duo qilishdir. Bilasiz, Nuh alayhisalom 9 asrdan oshiq vaqt davomida odamlar bilan suhbatlashib keldi. U odamlarga muntazam ravishda da'vat qilib kelgan. U o'z ishining oxiriga yetar ekan, orqaga qarab odamlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarni bitta gapda xulosa qiladi. Albatta, u odamlar bilan bir marotobagina suhbatda bo'lmagan. U odamlar bilan bir yoki 2 marta gaplashmagan. U kun-u tun odamlar bilan suhbatlashib, ularga da'vat qilib keldi. U hatto tunlari ham dam olmadi. U to'xtovsiz ravishda odamlarni chaqirib suhbatlashdi. Unga bag'ishlangan Nuh surasida Nuh alayhisalom shuncha vaqt davomida odamlarga yetkazib kelgan xabarlarni xulosa qiladi. Men ulardan nimalar istagan edim? Men har safar ularni mag'firat qilishingiz uchun ularni iymonga chaqirayotgan edim. Ey Robbim! Shundan so'ng esa Nuh alayhisalom shunday dedi. Men ularni quyidagicha da'vat etdim. Men ularga quyidagi so'zlarni qayta va qayta takrorladim. Bas, o'z Robbingizga istig'for ayting. Albatta, u gunohlarni ko'plab mag'firat qiluvchidir. Alloh gunohlarimizni qayta va qayta mag'firat qiluvchi zot. Shundan so'ng Nuh alayhisalom ajoyib bir gap aytadi. Bu yerda bir narsani tushunishingiz lozim. Nuh alayhisalom dunyodagi eng yomon millatlardan biriga gapiryapti. Eng yomon millatlarning biriga da'vat qilyapti. Qamar surasida yoki Zariyat surasida Alloh taolo turli millatlarni tafsirlaydi. Bu millatlar Allohga qarshi isyon qilgan edi, payg'ambarlarga qarshi isyon qilgan edi va ularni yakson etildi. Nuh alayhisalomning millatiga kelganda esa Alloh shunday dedi. Nuh alayhisalomning millati boshqa har qanday millatdan ko'ra ko'proq isyonkor edi. Ularga eng yomon jazo belgilangan edi. Buni tushunsa bo'ladi. Chunki boshqa millatlardan farqli ravishda ularga bir avlod uchun bitta payg'ambar yuborilgan emasdi. Payg'ambarlar bir necha asrlar davomida ular bilan birga bo'ldi. Har 2 asrda yangi bir avlod yetishib chiqdi. Nuh alayhisalom bir necha asrlar davomida ketma-ket avlodlarni ko'rdi. U 40-50 ga yaqin avlodlarni ko'rdi. Ular barchasini uni inkor etdi. Nuh alayhisalom bo'lsa ularning barchasiga bitta taklif keltirdi. Men bu mavzuni bekorga ko'tarmadim. Nuh alayhisalom nihoyatda yomon odamlar bilan gaplashayotgan edi. U eng yomon odamlarni da'vat etayotgan edi. Nuh alayhisalom ularga nima taklif qildi? U ularga shunday dedi. Bas, o'z Robbingizga istig'for ayting. Albatta, u gunohlarni ko'plab mag'firat qiluvchidir. Sizlar shuncha vaqtdan beri xato yo'ldan yurib keldingizlar, ammo Alloh gunohlarni ko'plab mag'firat qiluvchidir. Ammo Nuh alayhisalom faqatgina Allohning marhamatini va'da qilmaydi, balki u shunday deydi. U zot osmondan ustingizga ketma-ket baraka yomg'irni yuboradi. Bu yerda haqiqiy yomg'irga ishora qilinayotgan bo'lishi mumkin, ammo bu suv toshqiniga ishora emas. Ushbu millat toshqin ostida qoldi, bu rost, ammo Alloh bu yerda boshqacha yomg'ir haqida gapiryapti. Agar istig'for keltirsalar, ularni hayotda qaytaruvchi yomg'irga aylanadi. Ular yomg'ir so'rab duo qilishmadi.
Ular Allohdan yomg'ir so'rashmadi. Alloh shunchaki ular istig'for aytishlarini so'radi va ularga istig'for aytib tavba keltirsalar, osmondan ketma-ket baraka yomg'iri yuborilishini va'da qildi. Alloh suv yuboriladi demadi, balki osmondan yomg'ir yuboradi dedi. Chunki osmon suvdan ko'ra ancha kengroq tushuncha. Osmondan mag'firat tushishi mumkin. Osmonda tinchlik, xotirjamlik, iymon, ta'minot, muammolaringiz yechimlari bor. Bularning bari osmondan yuboriladi. Alloh baraka yomg'irini yuboradi. Istig'for keltirmaganligingiz sababli sizlarga yuborilmaydigan Allohning barcha boyliklari yuboriladi. Shunchaki istig'for qiling. Siz u yoki bu muammongizning hal bo'lishini so'rab duo qilasiz, ammo muammolaringiz borligini o'zingiz ham bilmaysiz. Alloh sizda qanday muammo borligini biladi. Biz chin dildan duo qilib, duolarimizda istig'for aytishni boshlasak, Allohning qudrati bilan mavjud muammolarimiz o'z-o'zidan hal bo'la boshlaydi. Allohning marhamati shu bilan cheklanib qolmaydi. Siz kim uchun istig'for aytyapsiz? O'zingiz uchun. O'zingiz uchun istig'for ayting. Keyingi oyatda shunday deyiladi va sizga mol mulk, bola-chaqa va madad beriladilar, dedi. Sizlarga bog'-rog'lar hamda anhorlarni beradi. Demak, Alloh bizga pul va bola-chaqa berish orqali madad beradi. Bu pul kishini Allohdan uzoqlashtiruvchi pul emas, balki pul bu yaxshilikdan, istig'fordan kelgan pul bo'lib, yaxshilik yo'lida ishlatiladi. Natijada u ham shu dunyongizga ham oxiratingizga foydali bo'lib xizmat qiladi va sizlarga yaxshi farzandlar beradi. Bu farzandlar tiriklik chog'ingizda sizga yaxshilik ulashadi, sizni hurmat qilishadi, sizga mehr-muhabbat ko'rsatishadi. Sizga bo'ysunishadi va baxtingizni to'kis qilishadi. Hatto vafot etganingizdan so'ng ham ular yaxshilik qilishda davom etishadi va oxiratingiz uchun foyda keltirishga bardavom bo'lishadi. Alloh sizlarga bularning barchasini tuhfa etadi. Aytgancha, aynan mana shu ikki so'z mol mulk va bola-chaqa so'zlari keyinroq ham qo'llanilgan. Nuh: ey Robbim, albatta ular menga isyon qildilar va mol mulk, bola-chaqasi husrondan boshqani ziyoda qilmaganda ergashdilar. Bola-chaqa va boylik husron, ya'ni ziyon, zarar keltiruvchi vosita bo'lishi mumkin. Ammo istig'for keltirgach, Alloh sizga boylik va farzand ato etsa, ular zarar emas, balki foydangizga ishlaydi. Bu yerda o'sha so'zlar, bola-chaqa va bol mulk so'zlari ishlatilmoqda. Yagona farq shundaki, istig'for keltirsangiz, boyligingiz va farzandlaringizga Allohning marhamati yog'iladi. Alloh ularni o'z rahmati bilan poklantirmaguncha ular bulg'angan holatda bo'ladi, deyishingiz ham mumkin. Allohga tavba qilib istig'for keltirib ko'ringchi, qaysi yo'lingiz ochilmay qolar ekan. Hattoki osmonlar ham ochiladi. Siz esa buni hech qachon tasavvuringizga sig'dira olmaysiz.